bo'ldingizmi? Bo'ldim oyijon. Qatlam tozaladingiz. Birinchi etaj bo'lmay tozalab chiqdim. Faqat o'zimizni eshigimizni tagini supurib yugurib kelyapsizmi? Sizni yeng kelin degan nomingiz bor. 4-etajdan 1-etajgacha supurib, zinalarni yuvib, reshotkalarni hammasini changini artib keling. Boring. Xo'p, bo'ladi oyijon. Kofe so'raganingiz. Rahmat. Voy. Nima bo'ladi? Shakar solaman deb tuz sovurdingmi? Yo'q. Bitta kofeni ham normalniy damla olmaysan. Ertalabdan yaxshi kafeda jo'natish o'rniga bo'pti, ishga ketdimmi? O'zing xohlab uylangan qizni ahvolini ko'r. Na uyga, na ro'zg'orga qarashi biladi, na bir pishir kuydirni qiladi. Bez bu. Do'konga chiqsa, na sandan, na mendan ruxsat so'raydi. Ana kuni kimdan so'rab chiqib keldingiz do'konga desam, "Oyjon, do'kon shunda domimizda tegdi-ku" deydi. Do'kon qattaligini nima farqi bor? Ruxsat so'rash kerakmi? Menga qara bolam. Yashaydigan sensan. Men o'tib ketadigan odamman. Lekin seni kelajagingdan xavotirdaman. Bunaqa shalto ayol bilan ko'zing yetsa yashagin. Bo'lmasa-chi, yig'ishtirib qo'ya qolinglar. Ko'cha to'la qiz. Senga gapiryapman. Eshityapsanmi? Xo'p, oyi.